Hozirgi kunda Jak avtomashinasi uzunmiz yo'llarda juda ham ko'payib bormoqda. Aynan biz ham shunaqangi sizlar ko'rib turgan Jak mashinamiz orqa tomoniga bitta yig'ishtiriladigan zo'rlab tent qilib berganmiz. Bu tentimizning narxi qanchaga tushganligi qiziq bo'lsa, videoni o'zgina o'tkazib o'rmay turinglar, sizlarga kichkinagina obzor qilib beraman. Diqqat bilan kuzating, mana orqa tomoniga biz ko'lsalik qilib berganmiz. Ko'lsalik qilib berganimiz juda ham foydasi yaxshi, sababi zamondan ko'ra, zamon qilingan hisobdan ancha pishiqroq bo'ladi. Zamon tez buzilib qoladi. Mana orqa tomonni sizlarga ochib ozgina ko'rsatib o'tib ketaman. Mana izli ichki ko'rinishi biroz qorong'u bo'lgan bo'lishi mumkin. Ming bor uzr, lekin mana yo'llarga mana qanday lipochkalarni ham qilib qo'ydik. Lipochkaning yaxshi tomoni tez yurganingizda mana bu tent shishib qolmaydi. Bokovoy o'ynaringiz doimo ko'rinib turadi. Mana shunaqangi qulayliklarni qilib berdik. Mana. Hop, yon tomondan ham ko'rishingiz mumkin mana. Yon tomonni ham обязательно mana lipochkalar zo'r ushlab turadi. Tez yurganda bemalol bexavotir mana bu narsa shishib qolib, bokovoy bermay qolmaydi. Bu avtomashinamizni bo'yi 1.35 sm bo'ldi. Ya'ni mana bortidan tepasi, uzunligi esa 3.20 sm, eniga esa 1.75 lik hisobiga biz umumiy summani 4.800.000 so'mga qilib berdik. Mana shu polni tenti, temiri, hamma narsa bizdan. Agar sizlarga ham shunaqangi tent xizmatlari kerak bo'lsa, pastqa raqamlarni qoldiraman. Bemalol qo'ng'iroq qilib, yanada kengroq ma'lumotlarni bilib olaverasizlar.